Leksimizni davamlaştırmayız vatandaşlar. Endeki leksimiz nime desenler? Yukarıda vaziyette sözlep olduk yetti devlet. Yığınının kanda karar ağalığı. Et toluklap sözlep bir işimiz mümkün vatandaşım kağınını. Endi hazır siz bilen mundaq bir muhakeme qilib baqamizda. Billa muhakeme deyli. Yuqorida sözlü qisqacha devlet yig'ini deydik. Masalan, kishilik huquq degani bir eg'izga olmadi. Muomala Tayvan to'g'risi va Jungo munosabat to'g'risi uni Tayvan bilan Jungoning navbatdagi munosabat to'g'risi uni eg'izga ilishma hozir xalqaro intayin jiddiy bir ish. İkincisidagi Afg'oniston to'g'risida so'zladik. Afg'onistonga Jungoning bir qitim yig'in ochmoqchi, 4-chi navbat yig'inni ochmoqchi bo'lganligi, biroq bu yig'inni o'zi kontrol qilinmaganligi, yig'in maydoni kontrol qilinmaganligi, yig'inning maqsadlarini kontrol qilinmaganligi, o'zining ittifoqdosh davlatlar amaliyoti Rossiya, Iran, Pokiston deganlar ularni Jungoning fikri qo'shilmaganligi, yiroq turganligi. Anda bu yerda yana bir ehtimol kelar qatim yana buning davomi va juma vatanda söyleyişimiz mümkün. Bir cümle o'ttirg'i chiqdi hozir. Bütün O'rta Osiyo, Afg'onistonning sirtidagi O'rta Osiyo deyli. Rossiyaning ta'siri O'rta Osiyoda ojizlagandan keyin Jungo Kompartiyasi O'rta Osiyoga singib kirishni jiddiylashtirib va cho'nqurlashtirib burayni asosiyatini kontrol qilmoqchi edi. Shuning keyin yetib kelgan so'z hozir O'rta Osiyo sal madirlagandek, o'yg'ongandek, bir ishlarni to'nib yetgandek bo'lib, biz Rossiyaning ta'siri bu yerda ojizlagan bir paytda Jungo Kompartiyasining ta'sirining bu yerga singib kirishini qabul qilmaymiz. Eg'izda demismi, amaliyot shu harakatni boshladi deydi. Demek Rossiyaning kuchi O'rta Osiyoda oxirlashib yoki ojizlashib qolganda Jungo endi O'rta Osiyoda nima ish qilmoqchi? Nima qo'yga solmoqchi? Bu yerdagi qo'y nihoyat aniq. Jungo uchun bu qo'y nihoyat aniq bir qo'y. Nima qo'yga soladi sizni qarang. Bir yo'l bir belbog' qarz verdi, qarzga bo'g'ib qo'ydi. Siz tarixda har narsa ko'rgan bo'lishingiz mumkin, hurmatli O'rta Osiyo. Lekin Xitoy jazoni xo'rligining nima ekanligida qilch xabarimiz yo'q. O'rta Osiyo xalqi sizlar chunki bu Xitoy bilan uchrashmagan, Xitoy bilan birga yashab boqmagan. Xitoy davlati deganni anglaysiz, bilasiz, bu davlatning nima davlat ekanligidan xabarimiz yo'q. Ammo bu yerda pul bugungi kunda dollar masalasi kelganda O'rta Osiyo bilib olingki, Xitoy jazoni xo'rligining nima ekanligini bilib olsangiz, vaqti o'zingizni mazmun tuta olasiz. Bu yo'lni qanchalik tushundingiz, qanchalik bildingiz O'rta Osiyo? Men buni bilmayman, ham tushunmayman, chunki men sizlar bilan birga yashayotganim yo'q. Qaraganda Qozog'iston tushundi. O'tgan yili 1-oyning 5-kuni Qozog'iston ishchilari ko'tarilib qopti. Jungoning Qozog'iston kirishi qarshi, Jungoning Qozog'istonda sanoat rayonlarini qurishiga qarshi, Jungoning Qozog'istonda kon rayonlarini mahsulotlarini kontrol qilib olishiga qarshi. Umum mazmuni o'tgan yil 1-oyning 5-kuni qozoq ishchilari va qozoq yoshlarining namoyish ko'tarib qopqonligi dal mushuni ko'z tutdi vatandoshim. Qozog'iston qo'yganda hamda bosh taraflarda O'rta Osiyo nima maqsad bilmaymiz. Bugun shunday bir jumla yetib keldik hozir. O'rta Osiyo xuddi o'yg'ongandek bir qiyofatda. Yoki Rossiya ojizlash ta'siri O'rta Osiyoda bugun Xitoy bu yerga singib kirmadi, biz uni qabul qilolmaymiz. Eg'izda deymizmi, diplomatiya jihat qarshilik bildiramiz bu. Butun kayfiyat jihatdan O'rta Osiyoda shunday o'yg'onish o'tirg'i chiqdi deb vatandosh bu. Biz xo'sh bo'ladigan, siz qanday
Bilmeyim, hoşulamsız bulmamsız. Biz hoşulduğuna iş. Biz bu ne? Otur Asya'nın uygun işi dep atayımız. Endi hazır şərq tərəfdəki vəziyyət ilə davamlı söz davatımız sizə. Bugün bu vəziyyətdəki iki xil özgürüş. Mındaq aytıb bire. Hazır Tayvanda yaşayotgan chet el dövlətləri qirəjdanları. Məsələn, Hindoneziyanın 350 min nəfər. Yani şunun oxşaş Filipin'in ve başka dövlətlərinin qirəjdanları hazır şu devletler özünün başı elçixanaları arqalıq tayyorlik qilib Tayvandan bu qirəjdanlarını elib chiqib ketishga tayyorlik qilyapti. Bu yerdagi ish iqtisod emas, siyosatdagi sezgurlik. Bu siyosatdagi sezgurlik shu ekanki, Jungo Tayvanga qandaq muomala qildi, qandaq pozitsiya tutdi, Tayvanga hujum qildi, qurolliq tajovuz qildi. Mushu fikir hozir bu davlatlarni xiyoliga keltirdi, yoki asliga keltirdi, yoki unutqoqlik kesilini tugutib, aslab turadigan bunda bir odatga keltirdi. Hozir hisobda Indoneziya va Filipin qatorliq davlatlar o'zining qirəjdanlarini Tayvanda elib chiqib ketadigan bo'ldi. Bu nimadan derak berdi vatandosh? Siz o'ylab qoling. Anandan keyin yani keyin yana bir gap bor, o gap nima desangiz, hozir mavzuga shunday qo'yildi. Amerika Qo'shma Shtatlari armiya tarkibidagi yoki armiya ichidagi mashqovullar, nayta qobiliyatlik, nayta qattiq qo'l mashqovullar. Mavzu qo'yilgani 200 nafar dedi. Xabarda berilgan 100 nafar hozir Tayvanga kirib qoldi. Tayvanga berish taklifini o'ttirib qo'ydi, to'g'ri yetib bordi, Tayvanga berib bo'ldi. Demak, bular Tayvanga berib, Tayvanning qurg'uliq armiyasini tarbiyalashni, bu mashqovullar o'ziga vazifa qilib qo'ydi deganda, Tayvan armiyasini kuchaytirish masalan, harbiy ishlarga munosabatli cheniqishni, tarbiyalanishni kuchaytirish, ham texnik jihatda, harbiy texnik jihatda, hem qurol yaroqlarni ishiltish jihatda, hem harbiy intizom jihatda va boshqa har qanday siz biz bilmaydigan. Chunki siz biz armiya ishidagi odamlar emas qovatan. Ikki masala. Biri Tayvandan qirəjdan chekindirish, Indoneziyaga o'xshash davlatlar. İkincisi Amerika Qo'shma Shtatlarining askariy mashqovullardan 200 nafar kishining Tayvan kirib urilishadiganligidan aytganda, biz sizga so'zlab kelayotgan Şərqdə Tayvan meselesi zada qandaq mesele bulup çıkıdı oturğa degen iş bilen hazır şu atrafdaki devletlerinin şundaq hərəkət qılıbatqanlığını hem bu meselede Tayvan meselesi de Amerika Qo'shma Shtatlarının şundaq sezgör bir holatda turavatqanlığını ko'rib olish hurmatli vatandoshlar. Endi bu yerda şu muhokamaning oxirida o'tganda oldin kuni qo'ygan savolni qo'yganda yani shundaq qo'yimiz Tayvan bo'g'izida bu ish bo'layotganda, masalan, vaziyat shundaq bo'layotganda, siz Jungo Kompartiyasi Afg'oniston ishiga qiziqib qoldingiz. Hozir yuqorida sanag'analik zo'ravon tashkilotlar, ya ismi bor, o'zi yo'q, ya ismi bor, jismi yo'q, shunday bir tashkilotlar. Lekin Jungoning nazarida bu bak qo'rqinchli. O tashkilotlarning ichida O'zbekiston Islom harakati borki, O'zbekiston buni pisand qilib qo'ymaydi. Pokiston, nima, O'zbekiston bilan Afg'oniston chegaradosh davlatlar. Yoki unda qo'rqadigan kesilimi yo'q O'zbekiston davlatining. Chunki o'zi qo'rqib turdi ekan, bu yerdagi gap nima? Chunki hukumati mush yo'l orqali Afg'onistonga singib kirishni, Afg'oniston masalasi yoki e'tirof qilish qilmaslik masalasini o'ziga olgandak. Hozir bir hisobda endining 4 davlat pisand qilmadi, 4 davlat diplomatlar qarabmi qo'ymadi. Mushundaq ahvol ostida zo'r o'qib Afg'oniston masalasiga choplashib elishning sababi nima? Jonanxay oldingi front, oldingi hisob Tayvan. Kayni front yoki uni oldingi hisob qilib olsangiz, hozir mustamlika Uyg'uriston va uning atrofidagi qo'shni davlatlar. Mustamlika Uyg'uristonga chetishli qo'shni davlatlar. Gap mana mushiyada bo'lib turayotganda 13-da Samarqand yig'ini va Samarqand xitobnomasi 3 kundan keyin yoki 16-kunida Li Shangfu
Jungo Davlat Müdafiə Ministerinin Kreml sayrıydı payda bolğanlığı Prezident Vladimir Putin'in qabul qilishi bilan aytganda bu yerda yani O'rta Osiyo rayonida el xatarli tashkilotlarni eg'izga olganda hammasini jimiqtirish degan so'z eg'izdan chiqmasimi, lekin diqqat qilish, sezgir bo'lish, bu tashkilotlar hozir bu rayonning bexatarligi shunday deb turib, amonlik uchun tahdid paydo qilyapti deyish. Bu asosiy jungolikning gapi deyli buni. Shunday ahvol aslida siz orqa safda masalan mustamlika Uyg'uriston va uning atrofida qo'shni davlatlarda qilmoqchi bo'lgan ishingiz nima va buning kayni yo'shirgan maqsad nima? O'tgan bir qatim dedik, bugun bir qatim dedik mana. Chunki oq-oqidan kelyapti bu ish. Boshda aytgandek, bugun 4-navbatlik yig'in Afg'oniston to'g'ri Samarqandda ochildi. Ati 5-navbatlik yig'in Beijingda chaqiriladi. Nima ish bunday jiddiy ish bo'lib ketdi? Yoki ochiq aytsak, mustamlika Uyg'uristonda bir o'zgarish paydo qilamsizlar qanday? Jungnan hay deb savol qo'ysak xato bo'lmas deb o'ylayman vatandoshim.